Assalomu alaykum. Bugun navbatdagi so'zlarni yodlashni boshlaymiz. Xo'p, birinchi so'zimiz qualify ekan. Qualify. Menga klava, ya'ni klaviatura xayolimga kelyapti. Ma'nosi nima ekan? Aniqlamoq. Xo'p, klaviaturada A harfini topolmayman. Shuni aniqlash qiynalib ketyapman. Chunki klaviaturani yoddan bilmayman. Qualify. Klaviaturada A harfini aniqlayotganimni tasavvur qildim. Excite. Bunda menga XL razmeri keldi. Ya'ni razmerlar bor, M, XL. Xullas, ma'nosi hayajonlantirmoq ekan. Men XL razmeridagi futbolkani kiyganda hayajonlanib ketyapman. Shu meni kiygan futbolkam hayajonlantirib yuboradi. Excite. XL razmerli futbolkani kiygan hayajonlantiradi. Keyingi so'zimiz illustrate ekan. Illustrate'ga lustra keldi. Ma'nosi nima ekan? Rasmlar bilan bezamoq. Xo'p. Lustrada tasavvur qilamiz. Lustramda rasmlar osilib turibdi. Rasmlar bilan bezalgan. Illustrate. Xo'p, keyingi so'zimiz grave ekan. Grave'ga Xo'p, rus tilida great degan so'zi keldi. Ya'ni qizdirish. Xo'p, grave yoki kimdir nimadir ovqat olib bersa grave deydi-yu. Bugun mendan grave deydi-yu. O'sha ma'no ham kelyapti xayolimga. Ma'nosi qabr ekan. Bitta pastkash o'rtog'im menga grave qilib beraman deb qabristonga olib borayotganini tasavvur qilaman. Grave qilaman deb qabristonga olib boradi, ya'ni qabrlarning oldiga. Grave. Keyingi so'zimiz achieve. Achieve'ga echki kelyapti. Ma'nosi erishmoq, uddalamoq. Xo'p. Bitta katta echki toqqa yaxshi chiqishi uddalayapti. Ya'ni semizligiga qaramasdan yaxshi uddalayapti. Toqqa chiqishi semizli echki. Achieve. Shu obrazni xayolda ushlab turib qaytaramiz. Achieve. Oppose'ga opamiz degan so'z kelyapti. Ma'nosi qarshi bo'lmoq ekan. Xo'p, xayolimga bu yerda hozir 7 gnom keldi. Oppog'oy opamiz deb hammasi o'chirta turibdi. Oppose deb. Lekin bu yerda Shahzoda qarshi chiqyapti. Hamma gnomlarga qarshi chiqib urushyapti. Gnomlar shu oppose deb bosh ko'targan. Oppose. Qarshi chiqmoq. Keyingi so'zimiz tissue ekan. Tissuega tish kelyapti. Ma'nosi qog'oz sochiq ekan. Tishimni yuvib bo'lgandan keyin qog'oz sochiqqa artib qo'yaman tishimni bittalab. Tissue. Tishimni yuvib bo'lib qog'oz sochiqqa tishimni artaman. Tissue. Keyingi so'zimiz devote. Divan kelyapti. Xo'p. Ma'nosi o'zini atamoq, bag'ishlamoq, o'zini bag'ishlamoq. Men dars qilish o'rniga o'zimni divanga bag'ishlayotganimni tasavvur qilaman. Devote. Keyingi so'zimiz handle'ga xo'p, qand kelyapti. Handle desa ham bo'ladi, endi lustra ishlatdik-ku boya, shuning uchun qandni tasavvur qilamiz. Ma'nosi nima ekan? Dasta sop tutgich ekan. Xo'p. Qandlarni ketmonni sopi bilan sekin sovutganini tasavvur qilamiz chashkaga. Handle. Dasta sop. Handle. Xo'p, keyingi so'zimiz period ekan. Periodga pirashka kelyapti. Ma'nosi davr, muddat ekan. Uzoq davr men pirashka yeb qornimni to'yg'izganimni tasavvur qilaman. Period davr, muddat. Keyingi so'zimiz observe ekan. Observe'ga obzor kelyapti. Yana nima desa bo'ladi? Obzor deylik. Ma'nosi kuzatmoq ekan. Rus tilida ham obzor degani shu
kuzatishga yaqin so'z. Xo'p, observe. Kuzatmoq. Xo'p, keyingi so'zimiz meat. Mitta degan, ya'ni kichkina degan so'z kelyapti. Ma'nosi go'sht ekan. Mitta go'shtli turibdi. Qassobxonada katta qo'y go'shtlarini o'rniga hammasi kichkina mitta go'shtli qolgan. Meat. Keyingi so'zimiz suppose. Bunga endi nima qilsa bo'ladi? Suppose. Xayolga hech narsa kelmayapti, to'g'risini aytsam. Suppose. Surpriz kelyapti. Suppose. Ma'nosi faraz qilmoq, taxmin qilmoq, chamalamoq ekan. Men tug'ilgan kunimga taxmin qilyapman, ya'ni nima surpriz qilishligini, ya'ni nima sovg'a qilishligini shu narsani tasavvur qilsak bo'ladi. Ya'ni tug'ilgan kunimizga surprizni nima qilishligini tasavvur qilyapmiz yoki suppose. Suv kelyapti yoki suv oqayotganini faraz qilamiz, chamalaymiz, qancha suv oqib ketadi. Suppose. Bu sal qanaqadir chalg'ituvchi bo'lib qoldi. Ya'ni xayolimga pashti yaxshi narsa kelmadi. Suv misol uchun. Xo'p, secure ga circle kelyapti. Circle. Xo'p, xavfsiz himoya qilmoq. Xo'sh, sirkullar orqali pullar, ya'ni bankdagi pullarni himoya qilishadi. Tasavvur qilsak bo'ladi. Secure. Sirkullar orqali xavfsiz himoya qilishadi bankdagi pullarni. Keyingisi steady. Xo'p, dandy kelyapti. Yani bolaligimizda o'ynardik, televizor guli olib, dandy. Ma'nosi mustahkam, qat'iy ekan. O'sha dandylar juda ham mustahkam bo'lgan. Devorga otib yorsa ham punklari sinmagan deb tasavvur qilamiz. Steady, lekin unaqa bo'lmagan. Salgan sinib ketardi. Steady. Mustahkam, qat'iy, steady. Sincerega sinisi kelyapti, ya'ni singil. Ma'nosi samimiy ekan. Bizning singillarimiz samimiy. Sincere. Samimiy. Xo'p, keyingi so'zimiz assign ga. Xo'p, assign. Assassin degan o'yin kelyapti. Ma'nosi tayinlamoq, ish buyurmoq. Men assassin o'yinini o'ynayotganda uydagilar menga ish buyurib tashyapti. Men asabim buzilyapti. Tayinlamoq, ish buyurmoq. Assign. Keyingi so'zimiz cooperate. Xo'p. Bradley Cooper degan aktyor kelyapti yoki kopiya, ya'ni serikopiya kelyapti. Serikopiya qilib tura qoldik. Hamkorlik qilmoq. Xo'p. Serikopiya mana shu videolarim chiqishiga homiylik qilayotganini tasavvur qilaman. Cooperate. Serikopiya apparati menga homiylik qilyapti. Qo'y. Keyingi so'zimiz drop ga drop shimli bo'lardi. O'sha kelyapti yoki rapper kelyapti. Ya'ni Eminem. Tashlamoq, tomchi. Eminem har bitta ashulalarini shu teri tomchilari bilan yozganini tasavvur qilamiz. Ya'ni tomchi. Drop. Ya'ni ter to'kibdi. Tashlamoq tomchi ekan. Drop. Xo'p, keyingi so'zimiz tough degan sochga ishlatiladigan gel hayolimga keldi. Taft.
Ma'nosi qiyin, mushkul ekan. Tough. Sochimni tarash shunaqa qiyinligidan tough ishlataman. U ham foyda bermaydi. Tough. Keyingi so'zimiz qualify ekan. Qualify. O'sha aylanib keldik. Aylanib kelamiz. Qualify. Xo'p, endi qayta eslashga harakat qilamiz. Bundan oldin bitta aralashtirib olaylik. Ba'zi so'zlarga shunaqa obraz yaxshi yopishmaydi. U so'zlarni endi baribir esdan chiqish ehtimoli ham balandroq bo'ladi. Shuning uchun u so'zlarni sal ko'proq qaytarsak, hech narsa qilmaydi. Ya'ni unaqa katta farq qilmaydi. Xo'p, birinchi so'zimiz drop ekan. Obrazini eslataman, ma'nosini topishga harakat qiling. Drop obrazi rapper edi, ya'ni rapper Eminem. Ma'nosi tashlamoq, tomchi. To'g'ri, agar topgan bo'lsangiz. Keyingi so'zimiz assign. Men Assassin o'yinini o'ynayotganda menga nima qilishyotdi? Ish buyurtlashyotdi, tayinlashyotdi mana. Keyingi so'zimiz excite. Obrazi shu XL futbolkani kiyganida menga nimadir bo'lyotdi. Meni hayajonlantirib yuborayotdi bu narsa. Xo'p, keyingi so'zimiz tissue. Men tishimni yuvib nima qilyotdim? Qog'oz sochiqqa artayotdim. To'g'ri, agar adashib ketmagan bo'lsanglar. Keyingi so'zimiz devote. Men dars qilish o'rniga o'zimni nima qilyotdim? Divanga bag'ishlayotdim, o'zimni topshirayotdim. Xo'p, keyingi so'zimiz handle. Buni qand deb oldik obrazini. Men qandda nimada so'yotdim? Ketmonni sopida. To'g'ri. Xo'p, keyingi so'zimiz period. Quruq o'zini eslab ko'ringlarchi, men aralashmayman. Davr, muddat. To'g'ri. Xo'p, observe. Ruscha so'zga bog'lagandim. Ya'ni obzor degan so'z keladi. Kuzatmoq, agar esingizda qolgan bo'lsa. Keyingi so'zimiz secure. Xo'p, buni obrazini aytaman. Sirkul nima qilyotdi? Bankda pullarni himoyalash uchun ishlatiladi. Himoya qilyapti. Keyingisi steady. Qani o'zingizlar eslab ko'ringlar. Steady. Dandy nima edi? Mustahkam edi, qat'iy. Keyingi so'zimiz sincere. Singillarimiz deb eslab qoldik obrazini. Ma'nosi nima edi? Singillarimiz samimiy. Keyingi so'zimiz suppose. Surpriz edi obrazi. Nima qilyotdik? Bizga nima surpriz qilishini taxmin qilyotdik. Taxmin qilmoq, faraz qilmoq, chamalamoq, yozg'im sal shunaqa xuniyroq. Xo'p, keyingi so'zimiz cooperate. Mani videolarimga serikopiya homiylik qilyotdi. Ma'nosini ham aytib qo'ya qoldim. Hamkorlik qilmoq, homiylik qilmoq. Xo'sh, so'zlarni sal tahlil qo'yaylik. Keyingi so'zimiz illustrate. Lustra edi obrazi. Rasmlar bilan bezamoq ma'nosi. Keyingi so'zimiz grave. Men do'stim grave qilaman deb xatga olib ketayotdi. Qabrlarni oldi, ya'ni qabr ma'nosi. Keyingi so'zimiz achieve. Echki edi obrazi. Echki semiz bo'lishiga qaramasdan nima qilyotdi? Baland joyga chiqish erishyotdi, uddalayotdi. Qualify. Buni obrazi klaviatura edi. Klaviaturadan nima qilyotdik? A harfini aniqlayotdik. Aniqlamoq. Keyingi so'zimiz oppose. Oppog'oy 7 ta grom edi obrazi.
Ya'ni o'pamiz deb nima qilishyotgandi? Qarshilik ko'rsatishyotdi, qarshi bo'lishyotdi. Ya'ni Shahzodaga qarshilik ko'rsatishyotdi. Keyingi so'zimiz mit. Mitda nima edi? Mitni go'shtlaydi, ya'ni ma'nosi go'sht. Keyingi so'zimiz taf. Taft ishlatib sochimni turmaklash qiyin mana. Rahmat, salomat bo'linglar. Buguncha shular.